Haqiqiy yoz fasliga mo'ljallangan koreyskiy saltanimizni ko'k rangidan ko'rishingiz mumkin. Kamera olib keling. Hurmatli kuzatuvchilar, mana buni qarang. Haqiqiy yoz fasli uchun yakandoz ko'rpachamizni orqa olib bir xil jild qilib, toshkentlik bir mijozimizga tayyorlab berdik. Ko'rpachamiz boshiga zamoklar qo'yilgan. Ichidagi astariga e'tibor bering. Materiallar hangam moslab qo'yib tayyorlangan. Ko'rpachamizni qovoq liniyasiga e'tibor qiling. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta qator. Juda ham paxtalari yumshoq qilib qalin qilib solingan. Ustiga jild qilganimiz yaxshi tarafi, yozgi kuniga tez kir bo'lishi bor yo chang tortishi bor. Jildini yechib, bemalol suvga yuvib, quritib yana qayta kiygizib qo'ysangiz bo'ladi. Mana yostiqlariga ham e'tibor bering. Zamoklar qilingan. Ichiga jild ko'rishingiz mumkin. Eng muhim narsani aytib o'taman. Bu mijozimiz juda ham noodatiy zakaz qildi. Qanday? 4 ta 2,5 metrlik ko'rpacha, 4 ta 60 yostiq va mana bunaqa bitta katta ko'rpalik ham shu komplektimizga para qilib zakaz qildilar. Ko'rishingiz mumkin. Paxtalari ham juda ham yengil solingan, mana qarang. Bu ko'rpachani ustiga yotib, ko'rpani yopingan inson mazza qilib hayot kechiradi. Albatta, hurmatli kuzatuvchilar, sizga ham shunaqa asl matoli ko'rpachalar kerak bo'lsa, Udumga obuna bo'ling va Udumni kuzatishda davom eting.